Xayrli kun aziz kuzatuvchilarimiz. Mana bu Beauty of Jason SPF'imizdan kelgan. Internetda original yoki poddelkaligini ko'rsatilgan video ketadi, ko'rishingiz mumkin. Videoda original yoki poddelkaligini ko'rsatib bergan farqlashni. Biz hozir bu bittasini ochib ko'rsataman. Ichini ochib sizlarga original qanaqa bo'lishini hozir video bilan taqqoslab ko'rishingiz mumkin. Mana Manaki qizlar. Mana SPF'imiz. Poddelkasida mana bu qirralari qirralik emas, doirasimon shaklda o'tgan bo'ladi. Originalda esa bunaqa emas. Hamda originalda qo'lingizni mana bunday qilsangiz, mana bu kirib qoladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana o'zi kirib pachoq bo'lib qoladi. Bunday originalda shunaqa bo'ladi. Poddelkasida unaqa bo'lmaydi. Poddelkasida bossangiz o'zi o'z holatiga qaytib qoladi poddelkasida. Keyin qopqog'ini mana bu yerdan ham bilsa bo'ladi. Mana shu yerdan ham anglab olsa bo'ladi poddelka yoki originalligini. Mana ichini ochamiz. Bu ochildi-ku deb so'rashlaringiz mumkin. Bu ochilgani yo'q. Manakay ichida buni upakovkasi bor. Upakovkasi ochilmaydi. Sotuvdagi narsa ochildi deb ko'pchilik nima qilishi mumkin, so'rashi mumkin. Men ichini ko'rsatmoqchiman mana sizlarga. Mana bu yerdan ham farqlash mumkin, original yoki poddelkaligini. Mana qizlar, buni original yoki poddelkaligini ko'rib oldik. Bu SPF'imiz o'zi tarkibida oqartiruvchisi hamda namlantiruvchisi bor. Bemalol buni makiyajdan oldin ham baza sifatida hamda yuzingizni quyoshdan himoya, quyoshning ultrafiolet nurlaridan himoya uchun qo'rqmasdan ishlatishingiz mumkin. Bu barcha yuzlarga tushib ketadigan SPF. Bizning kanalimizda bu SPFning narxi 140 ming so'm. Bemalol zakaz qilib xarid qilib olishingiz mumkin.